Assalomu alaykum, hurmatli brifing tinglovchilari. O'zbekiston Nodavlat nojo'ya tashkilotlari Toshkent viloyati Dugonlar nogiron ayollar jamiyati tomonidan 2023-yil va 2024-yil davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot beramiz. 2023-yil kambag'allikni qisqartirish va bandlik tomonidan e'lon qilingan 100 million so'mlik ijtimoiy buyurtmani qo'lga kiritib, 53 nafar nogironligi bo'lgan xotin-qizlarni o'z tadbirkorligini boshlashi va uni yo'lga qo'yishi bo'yicha o'qitdik. Shuningdek, 3 nafar nogironligi bor ayollar oilaviy bolalar bog'chasini, 1 nafari novvoyxonani, yana 1 nafari gulchilik bilan shug'ullanish yo'lga qo'yib, o'z tadbirkorligini boshlashdi. Tadbirkorlik o'quv kursini tamomlagan xotin-qizlardan qolgan 55% uyda o'z kasanachilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Ular tomonidan kasanachilik bilan yasagan mahsulotlari Yangiyo'l shahar bozor rahbariyati tomonidan qo'llab-quvvatlab yordam qilgan savdo rastalari savdo yo'lga qo'yilgan. 2024-yil O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi tomonidan e'lon qilingan grant tanlovi ishtirok etib 160 million so'mni qo'lga kiritdik. Ushbu mablag' hisobidan nogironligi bo'lgan kam ta'minlangan xotin-qizlarni tikuvchilik kasbiga tayyorlab, zamonaviy tikuv mashinalaridan foydalanishni o'rgatish orqali bandligini ta'minlash loyihasini amalga oshirib kelmoqdamiz. Grant mablag'laridan o'qitish uchun kerak bo'lgan barcha asbob-uskunalar xarid qilindi. Jumladan 2 to'g'richoq tikuv mashinasi, 2 avialok tikuv mashinasi, 1 reshma tikuv mashinasi, 1 kroshet tikuv mashinasi, 1 petla tikuv mashinasi, 1 tugma qadiydigan, yana 1 dazmol, press dazmoli va boshqa kerakli asbob anjomlar xarid qilindi. Va birinchi oylik o'quv kursini tamomlagan 16 nafar nogironligi bo'lgan xotin-qizlarga tikuvchilik kasbi o'rgatildi. Ushbu o'quv kursi yakunida kursni muvaffaqiyatli tamomlagan ishtirokchilarga tikuvchilik asbob-uskunalari taqdim etildi. Shuningdek, barcha kurs bitiruvchilari Dugonlar nogiron ayollar jamiyati qoshida ochilgan unitar korxonaga ishga qabul qilinish bandligini ta'minlanmoqda. Bugungi kunda nogironligi bo'lgan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oila xotin-qizlari uchun tezlashtirilgan tikuvchilik o'quv kursining 2-kurs darsi olib borilmoqda. Ushbu kursni tamomlagan xotin-qizlarning ham bandligini ta'minlash ko'zda tutilgan. Mazkur loyihaning yakuni va ularning natijalari to'g'risida kelgusi brifingda yana batafsil ma'lumotlar berib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.